erimni dam olish kuni edi. Shu sabab qaynonam va qaynotam, erim, qizim hamma shvedskiy stolga bordik. Koreyada shunaqa krevetkalarni yeyolmaganman. Men kelganimdan beri och qolib ketaman deb o'ylaganman, to'g'risini aytsam, lekin endi bizga o'xshagan bechoralar uchun yeydigan narsalar bor ekan. Короче, yo'lga chiqdik, qaynotam mashinasida ketdik. Shunaqa yo'llarni ko'rmagan deb videoga tushirib ketardim, sababi Koreyaga endi kelganda faqat yo'llarni videoga olganman. Hamma joyni haligacha shunaqa bormagan joylarimga borganman. Bu Koreyadagi bu shvedskiy stol qaysi shaharligi esimdan chiqib ketdi. Hyundaiga bordik uzr. Hyundaiga borib shunaqa shvedskiy stolga bordik. O'zimizda ham bor edi. O'zanda nimada Napudon degan joyda, lekin u yoqdagilar erimga yoqmagani uchun shu yerga bu safar Hyundaiga keldik ovqatlanishga. Bu yerda o'zim uchun ovqatlar qidirdim, lekin menga o'xshagan bechoralar uchun faqat chicken bilan go'shtsiz, kolbasa, sosiskasiz pitsa bor ekan. O'shani o'zimga oldim va desertga shirinliklar oldim. Qaynonam, qaynotam va nimalarim, qizim hammasi любой narsa yeydi. Shu sabab o'zlariga hamma ovqatlardan olib chiqdi, lekin qizimga unchalik bermayman bunaqa narsalar. O'zi xohlasa yeydi. Endi halol narsalar ko'p, dengiz mahsulotlari halol deb o'ylayman-ki, halol emas bo'lsa kommentga yozib ketishinglar mumkin. Shunaqa qilib, shunaqa narsalar oldik yeyishga. Qizimga muzqaymoq oldik. Muzqaymoqdan boshqa narsa yemadi. Qizim nimagadir yoqmadi, menimcha ovqatlar to'g'ri qiladi. Bu yerdagi ovqatlar qizimga yoqmadi. Qisqichbaqalar bor ekan. Bunaqa narsalarni ham yemayman. Shunaqa qilib men bechora faqat chicken bilan go'shtsiz pitsa yeb, shirinliklar yeb uyimga qaytdim. Qizim bu yerda qaynotamning orqasidan chopib ketib qoldi. O'zicha onamsiz ketaman deb o'yladi, lekin ish bermay qoldi. Mashinaga o'tirganda men chiqmayman qizim, xayr degandim. Mashina to'xtaguncha boshiga ko'tarib yig'lagan. O'sha yerda hozir qizimning basharasini ko'rasizlar. Meni kutib yig'layib, shunaqa qilib qizim bilan qaytdik uyga.